2026 yılda oruqlaymaydigan do'stlar meni qaranglar. Men o'zim bir hafta sinab qilib 2,5 kilo oruqlagandiki anandiki mazopin tatyapman. Oldin qatda men 78 ta 200 gramdim. Mayapda atdigan yana shu 12-ayning 31-kuni taroziga tushib baqsam 75 ta 500 gram keldim. Men bir haftada bir qitim jonga tushdim. Ben nima ishni qildim deganda kunda degini qo'pab 2 ta suvda pishirgan tuxumni yedim. Chunki oqsi to'liqmay turib bargiz oruqlayolmaysiz. Anandikin akşamısı yani Şinjan vaqti yani yerlik vaqt 5'ten 6gacha bo'lganlik tamog'imni yeb bo'ldim. Melis, nim tamoq yesam yedim. Tamoqdan paras tutmadim-ku. Ana undan keyin qalayimqan narsalarni yemedim. Qo'zg'im bek ichib ketdi. Ichkesim chidab, ba'zida qaynoq suv ichdim, ba'zida olmaydim, birata olmaydim. Anda yana birsiga mana o'xshash alqatchilar anadagi atirgulning qurtqini anadikin andaylik ilqi yovolim bag'ol tang qo'lda yetadigan ashniki bizda qurtqanni mana bir xizig'imda aralashtirib olib buningki kunda mana chayni ichyapman qarang atigan chush kechda kunda ichamisizmi 3 vaqt ichamisizmi bir vaqt bo'z ichbirsiz buni qaynoq suv povli qilsiz anandikin mushu balda uxlaysiz. Moş 3 ishni qilib birsiz. Bir hafta qarab beqing oruqlayapman ekansiz, yo'qmi? Endi 2026-yil sanbag'icha mening planim 60 kiloga tushish. Hisobda shu 15 kilo oruqlamdi ekanman. Shunga g'ayrat qilib baqay dedim. Sizlarning necha kilo oruqlig'inglar bor, inkas rayoniga yozib qo'ysanglar, birga oruqlayli. Endi maslak menda 3 turli ishni deb beraman. Birinchisi kech tamoqni yeb bo'lgandan keyin cho'qim, sakrang, taqlang, yugurang demayman. Tamoqni yeb bo'liblam kelib soat kerilib o'tirib, of, qo'saq ajab to'ydi, qo'saq to'ydi, boy bo'ldik deb soat kerilib yetib telefon o'ynab uxlayolmaymiz, yetolmaymiz. Cho'qim uyda oshxona tozalab, uy ichini tozalab, kirqa tushib, uylarni silib supurib, 1-2 soat mangimiz harakat qilamiz. Chiq, menga pasingizdan bo'ldi. Ya, paski qorona ichida mangamsiz qarim yo'q. Kech tamoqga cho'qim menga birsiz. Ikkinchi qildigan ishingiz atdigalik tamoqni cho'qim saat turib yeb olasiz. Mayli ishlang yoki uyda o'tirib bola yetayotgan bo'ling, mayli ishlamang. Cho'qim atdigalik tamoqni vaqtida yeysiz. Andan keyin qo'zoq to'ygandan keyin tamoqni cho'qim jamin bilan qo'shib yemaymiz. 2 qach yeydigan bir qach yeymiz. 2 qo'shq yeydigan bir qo'shq yeymiz. Ma tamoq eshib qolganda isrof bo'ldi deb u ideyani tashlang hamda. Şonsa berib ketsiz. 3-chi qildigan ishingiz yaxshi uxlang, soat 10 dan uxlab, ertaga sar qo'pang. Agar balda uxlamasangiz, uyqungiz yaxshi bo'lmasa, metabolizmingiz tushib ketadi, ichki ajratma qalaymi qilish degan o'ruqlashingizga test degan. Eng oxirgi qildigan ishingiz nima degan vaqtida mush taroziga hozir tamoq yeb kechlam tushmaysiz uxlashdan burun. Faqat 3 kunda bir qatam eshib kes, bo'lmasa haftada bir qatam tushimiz. Shu vaqtda anadagi siz qanchalik o'ruqildingiz natijasini ko'ra olasiz. Bugun tamoq yeb etgalik taroziga tushsangiz, u o'ruqlashingiz o'zingizmi ishonch qilmaysiz, irodangizmi suslab ketadi. 200 gram o'ruqlabdimi, 300 gram o'ruqlabdimi deb. Haftada bir qatam tushimiz, qancha kilo tushganingiz ko'nglingiz ayon bo'ldi. 1 kilo tushsangizmi, o'jo 1 kilo bos tushibdimi deb o'zingiz yengolasiz, o'ruqlashingizga foydasi bo'ladi. Anandiki qancha kilo o'ruqlig'ingiz va inkas rayoniga yozib qo'ying. Men bir ko'rib baqay. 2026-yil sanbag'icha qancha kilo o'ruqlaymiz? Birga o'ruqlaylik, g'ayrat qilinglar. Anandiki har qanday o'ruqlash maslahat olgan bo'lsanglar, normadan oshir etmanglar, chekda oshgan narsani hargiz badan qabul qilolmaydi. Men da'vatgan bu ishlar sizni tez o'ruqiltamaydi. Normal oldirmay o'ruqiltadi. Ig'lig'ingiz shiddatlanib ketmasmi, lekin normal tushsa bo'ldi deb qarasanglar, sinab baqsanglar bo'ldimi? Xo'sh.